original Mercedes o'ziniki. Diska baloni bilan 2100 dollarga tushdi. Shundoq qilsa shapka yozadi. Bizani qo'llab-quvvatlab turing. Bolalar turishibdi. Bemalol popkalarni qo'yib ketsa bo'ladi. 12-13 yosh bolaga ketadi. Birga bir qilib bering bizda. 10 000 dollardan oshib pul ketdi. Ikkita farasi 7000 dollar turadi. Sursa men oyog'im yetmayapti. Islomxon? Islomjonmi? Meni bolam uish bilan bandda. Pul yig'ib uyimizni ta'mirlab berdi. Singlisiga telefon olib berdi. Kelinimdan ham bugunning o'zida necha marotaba xabar olib ketdi. Ana u keldi. Katta odam. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Va nihoyat ikkinchi proyektimiz, ya'ni ikkinchi mini gelik proyektimiz tayyor bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Akalar, egalari aytdilarki, "Aka, meni o'g'lim sizni mashinangizni rosa yaxshi ko'radi. O'shanga iloji boricha birga bir qilib bering" dedilar. Xullas, 1 oylik mehnatga o'zingizlar bitta baho beringlar. Ko'pchilik mashinaning narxini so'rayapti. "Aka, nech pul turadi o'zi bu mashina? Necha kilometr yuradi?" deb so'rashyapti. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xarakteristikalarni polni aytib ketaman. Keyin prava olish kerakmi, prava olish kerak emasmi, nomer taqiladimi? Shu haqida ham ma'lumot beraman. Xullas, mashinani o'zi birinchi bo'lib asosiy ochib turgan narsasi bu diskasi bo'ladi. Qisqacha aytib ketaman. Diskani eng qimmat narsasi ham o'z diskasi. Xitoydan zavodga zakaz qilib, iminni shu mini gelik uchun yasattirib olib keldik. Kovinni diska. Bilasizlar, bizda diska balon xizmatlari ham bor. Bu diskani inomarkalarga zakaz qilib olib kelinadi. O'zi aslida biz buni mini gelikka zakaz qilib olib keltirdik. Diska baloni bilan 2100 dollarga tushdi. Chetini o'zi qora edi, Tiffany qilib, o'rtalariga BMW'larni qo'yib, originalni qilib berganmiz. Bu Kovinni diska bo'ladi. Kovinni diska tushunishlik uchun quyma diskadan qimmat yuradi. Frezerli apparatda yasaladi. Xo'p, mashinaga nimalar qildik? Mashinaga taxminan 10 000 dollardan oshib pul ketdi. Ya'ni bu mashinadan tashqari ketgan pulni aytolmayman, lekin kutilganga yarasha natija bo'ldi. Hop, menmi o'zimning mashinam. Bu endi mijozimizning mashinalari Bo'riboyvachchaga tayyorlab beryaptilar. Sal uzoqroq rakursdan bitta ko'ringlar turishini. Usti qora matvi, ichi Tiffany bo'ldi. Mana o'zimning mashinam bilan birga bir. Hattoki dizayn choklarigacha bir xil qilib berganmiz. Diskalari ham meniki lagan, ko'rasizlar. To'g'ri, meniki bilan birga bir bo'lmadi-yu, lekin 95% teshiklari ozgina boshqacharoq, 95% yaqin kelgan. Xo'p, qilingan ishlar. Mashinamiz mokri asfalt rangida edi. Biz buni qora matviga bo'yadik. Ochib turgan narsa ham mana shu mashinaning rangi bo'ladi. Bilasizlar, Tuning House'da Tuning House kuzov qo'shganmiz. Ya'ni mashinangiz kraska qilish kerak bo'lsa, o'tpet urilib qolgan bo'lsa, olib kelsangiz, inshaalloh Tuning House'da endi ishingiz bitib ketadi. Qilingan ishlar oldi kapotiga nakladka qo'yganmiz, karbonli stavkalari bilan. Tak, emblemalarni ko'rishingiz mumkin. Buni ham Brabus Tiffany'da qildik. Oldi oblisovkasi original Mercedes o'ziniki. Original Mercedes o'zinikini perdelka qilib, chetlarini perdelka qilib o'ziga tushirdik. Farasini e'tibor berishingiz mumkin. Farasi o'zi nikkel bo'lardi. Biz qora qilib, chetini 603 bilan bir xil qilib berganmiz. O'zini original farasi Mercedesga ikkita farasi 7000 dollar turadi. Biz o'sha jayniqi 7000 dollarlik fara qo'yishga birinchidan katta bo'lardi razmeri. O'zinikini o'sha replika varianti deydimi, birga bir qilib o'ziga keltirib qo'yganmiz. Tak, undan tashqari oldi bamferlari o'ziniki stok holatda qolgan. Mana yozuvlariga qarang, aka. Biturbo yozuvlari bilan borib, bir xil qilib. Bu original Biturboning original yozug'i bo'ladi. Tak, keyin kapotni ustidagi karbon elementga o'xshab turib, bakovini ham karbon akoprintni qilib berganmiz. Ruchkalarni karbon akoprintni qilib berganmiz. E'tibor berishingiz mumkin. Mana chetidagi plastmassasi, oyoq tagidagi parokini, diskasini qora glansvida qilganmiz. Tomdagi bu ruchnoy yasaldi. Bilasizlar, gelikki zavodskoy chiqqan bo'ladi. Bunda bo'lmaydi. Bu voy, mana iPhone 16 tepaga qo'yib qo'ydim, tushib ketib qoldi. Mayli, hech narsa qilmadi. Tak, bunisi ko'rishingiz mumkin, ruchnoy qo'lda yasaldi har bittasi. Bu bilan orqa tarafdagi spoileri. Orqa tarafdagi spoileri bilan meniki bilan birga bir qilib, o'sha Brabus 800 dagi qilib yasaldi. Tak, orqa tarafiga mana Brabus 800 yozuvlari e'tibor berishingiz mumkin.
orqa taraf zapaskasini ustiga karbonoviy nakladkasi Brabus yozuvlari bilan birga bir qilib berganmiz. Xullas, har bitta detaliga alohida mehr berganmiz. Saloni, qisqacha salonni ko'rsatamiz. Saloni o'zi egalari aytdilarki, "Aka, qizil qilamizmi?" dedilar. "Aka, birga bir bo'lsin" dedim. Birga bir bo'lsin desangiz, "Aka, o'zimniki bilan bir xil qilib beraman" dedim. "Bo'ldi, aka, sizga ishonaman" dedilar. Hop, salonda qilingan ishlar nari tarafdan ko'rsatamiz. Salonda ham originalniy narsalar qilindi. Ya'ni obshivkasini ko'rishingiz mumkin. Obshivkasi polniy ko'jadan qoplandi. O'rtasini perforatsiyali AMG dizaynda stavka qilib berganmiz. Chetlari, mana bu choklariga e'tibor bering, aka. Ko'ryapsizmi? Mani mashinamda qanaqa mehr bo'lgan bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa. Mana bu joylar nikkel, boshqacharoq rang edi, biz qora glansvida qilib berganmiz. Mana bu joyiga ham bitta e'tibor bering, aka. Mana bu koja. Kojani biz lazerda tekshirib, Burmester audio sistemaga o'xshab turib, kolonkalardan ovoz chiqishi uchun qilib berganmiz. Tak, endi men nari tarafdan o'tib olaman. Hurmatli operator, bu yoq tarafdan kirsangiz, bu mashinachi o'zi, okalar, kattalar ham haydab yursa bo'lar ekan, bemalol. Chunki mana sidenasi bemalol orqaga, mana oldiga, ko'rasizmi? Surilyapti. Bemalol. Oldiga ham suriladi, orqaga ham suriladi. Xullas, eng orqaga sursa, men oyog'im yetmayapti mana. Ko'rasizmi? Gazni oxirigacha bosishga oyog'im yetmayapti. Sal oldiroq qilib haydashim kerak. Ya'ni kattalarga ham mo'ljallangan ekan. Xo'p, salonda qilingan ishlarga keladigan bo'lsa, tarpetkasi ham koja bo'ldi, plastmassa edi. Mana bu o'rtadagi kantlarni ko'rasizlarmi? Qora kant qilib, mana bu strochkalarni originalniy qilib qildi. Tak, mana bu joyi ham boshqacha rang edi, qora glansvida qildi. Tak, mana bu yerga multimedia sistemasiga to'xtaladigan bo'lsa, oynani включатель tushirib chiqaradi. Mana oynani elektronniy bu yoqda konditsioneri bor. Yoz bilasizlar, issiqda обязательно konditsioner kerak. Mana konditsioner ishlashni boshladi. Tak, bu yoqda pechka, avarinki knopka, mana bundoq turib noqsa, mashinamiz yuradi mana, qarang. Ko'ryapsizmi? D. Mana zadnisi. Bu yoqda 360 gradus kamerasi bor. Qali. Bundoq qilamiz. Mashina polniy 360 gradus kamera. O'zida yo'q edi. Men buni Xitoyga borgan paytimda Xitoydan spesialniy mana mashina uchun olib keltirdik. O'zim bilan oldim. Monitorni o'zi $300 oshib turadi. Tak, undan tashqari patologiyaga e'tibor bering, aka. O'sha italyanskiy Alcantara, rostigasim Italiyadan keltirilgan Lamborghini, Ferrari'larda chiqadigan Alcantaradan 1 metr $135 turadi. Zvyozdiy neba qilib berganmiz. RGB 24 xil rangda yonadi. Hop, stoykalari, hattoki bunday remellarigacha Tiffany qilib o'zgartirib berganmiz. Sidena dizayniga bitta e'tibor bering, aka. O'rtasini perforatsiyali qilib, buni ham chetini qora kant qilib berganmiz. Chunki o'sha AMG Brabus sidenalarda xuddi shunaqasidan bo'ladi. Bu yerga Brabus emblemalarini tushirib berganmiz. Tak, bu yoq o'rta bari yo'q, ruchnoyni o'zinikini qoldirdi. Bu yerga besprovодной zaryadga qo'yib berganmiz. Qali aka, besprovодной zaryadga. Udobstvoni ko'ryapsizmi? Yana bitta eng asosiy qilingan ishlardan bittasi bu rul bo'ladi. Bu G-klassda o'zini original ruli ko'rishingiz mumkin. Rulni o'zi $450 dan oshiqqa tushdi. Bu yoq tarafga signalni ulab berganmiz. Mikrofon baland past qilish funksiyalari hammasi ishlaydi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu yoqda поворотнийлari hammasi joyida qaytadi. Xullas, dальний, ближний hamma narsasini kapkalojni qilib ishlatib, o'rtaga emblemalarini tushirib berganmiz. Kaltini o'zinikini qoldirdi. Start stop qo'ymadik. Pulti ham bor mashinani. Tak, endi salon qismida mayda detallarigacha ahamiyat berdik hozir. Ko'p narsa esim kelmayapti. Misol uchun mana deflektorlarni ham o'zinikini qo'yganmiz. Misol uchun customli poliklarimizni ko'rishingiz mumkin. Mana orqa tarafini qarang, aka. Shundoq qilsa shaq etib yotadi. Brabus emblemalarini lazerda yozdirib, polikini originalni bunaqa kovrikda tikib berganmiz. Gaz pedal, tormoz pedallarini ham qo'yib berganmiz. Undan tashqari mashinani polniy shumizolyatsiya qilib berganmiz. Lyuk ochmoqchi edik, tepasi tomida sal bunaqa vannali joyi bor ekan, shuning uchun o'zini patologini qoldirishga qaror qildik. Bokovoy oynalari ham o'ziniki qoldi. Xullas, mashinamiz krasavchik bo'ldi, akalar. Tak, orqa tarafini qisqacha ko'rsataman. Orqa tarafi bitta ko'ring, aka. Orqa tarafiga ham odam sig'adi mana hozir. Old tarafda bemalol o'tirdim-ku. Orqa tarafida ham mana bemalol o'tira olaman mana. Ko'ryapsizmi? Monitorlari bor mana bu yerda.
Xullas, monitorlari ham hammasi sensorli, cho'tki ishlaydigan varianti. Orqa taraf apshipkalarni ham xuddi shunaqa AMG dizaynda, eko-kojada ishlab qilib berganmiz. Xullas, aka, bir oy vaqtimiz ketdi mana shu proyekt qilishga. Orqa tarafini bitta ko'ring. Bagajligida ham joy bor-da. Agar maktabga yoki bog'chaga bormoqchi bo'lgan odam ham bemalol popkalarni qo'yib ketsa bo'ladi. Mana bunaqa joylarni ham hammasini kojada qilib, xudo xolasa, doda qilib berganmiz. Xullas, mashinamiz tayyor bo'ldi, aka. Endi mashinaning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bu apparatimiz oldingi safar, birinchi safar kirgani rastamoshga qilinmasdan kirgan edi. Buni bo'lsa rastamoshni, ya'ni bu elektromobil tokda harakatlanadi. Motor yo'q. To'liq zaryad bilan 182 km yuradi. Maksimal tezligi 60. Xuddi elektromobillarga o'xshab rastamoshka qilib 12% NDSini to'lab olib kirildi. Mashina taxminan 13 ming, 13,5 ming dollar atrofiga kirib keldi. Qilingan, sarflangan tuningiga yana taxminan shuncha pul ketdi. Endi buni shunda olib haydab yursa, to'g'ri, mamtiga Mercedes-Benz qo'yib olsa, mini gelik bo'lishi mumkin, lekin bunaqa idealniy sostoyaniyaga, bunaqa ko'rinishga keltirish uchun 1000 dollar, 2000 dollar yetmaydi. Chunki diskasining o'zi 2100 dollar turadi. Ko'ryapsizlar, patologlariga ham italyanskiy originalniy narsalar ishlatilgan. Okay, xullas bizga farqi yo'q. Mini gelik bo'ladimi, katta gelik bo'ladimi? Mashinangizni olib kelsangiz, inshaalloh sifatli qilib ishingizni bitirib beramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, aka, hamma ishi o'zimizda bitta. Ko'rishingiz mumkin. Kraskasini ham o'zimizda qildik, salonlarni ham o'zimizda tikdik, tuning house-da. Bundan tashqari rul perdelkalari, diskasi ham o'zimizda taqildi, tuning house sakada. Qanaqa ishingiz bo'lsa, tuning house-ni hamma ishingizni kompleksni qilib bitirib ketsangiz bo'ladi, inshaalloh. Rampda, velosipedda bolalar turishibdi. Havas qilishyapti mana bu mashinani ko'rib. Bu ham taxminan bir 12-13 yosh bolaga ketadi. Bo'riboyvachchaga ketadi, xudo xolasa. Endi bu menimcha Surxondaryoning ko'chalarida gullatib yuradi, inshaalloh. Xullas, qisqacha obzorimiz yoqqan bo'lsa, aka, bitta like bosib qo'yasiz. Obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Siz tuning house original profilidasiz. 310 mingta odamimiz bo'ldi, inshaalloh. Ko'proq do'stlarga tarqatib, podpisatsiya bosib qo'ysangiz, yana ham tezroq ko'proq odamlar ko'rib, sizlarga manfaatli videolar chiqaramiz, inshaalloh. Xizmat bo'yicha pastda nomer qoldiramiz. Kevrasizlar, akalar. Lekin menga ajoyib bo'ldi, lekin men o'zimga rosa yoqdi. Xudo xolasa o'zim ham bitta olib keltirib, nomer taqib, o'zimniki bilan bir xil qilib bitta shaharda haydamoqchiman. Xullas, akalar, videomiz shu joygacha. Agar ko'rgan bo'lsangiz, siz rostdan ham avtomobil ishqibozi ekansiz, aka. Bizani qo'llab-quvvatlab turing, like bosing, podpiska tashing. Xudo xolasa keyingi videolarni kutib qolinglar. Salomat bo'linglar.